Assalomu alaykum. Bizni kuzatib boruvchilar YouTube'dagilar. Xudo xolasa mana bunaqa televizorga inson kishini bitirib berganmiz. Bu xonamiz neoklasik usulida qilingan. Devorlari atasenta, pullarini patal tilla qilib yopishtirib bergan. Bu yoqdan ko'rsanglar bo'ladi mana. Oppoq atasentaga o'rtasiga kombinatsiya qilib ozgina ranglar berib olgan. Bu yoq qismimizga bo'lsa o'sha inson kishimizni qo'l mehnati qilib shunday qilib chizib berganmiz. Ko'rsanglar bo'ladi mana. Gul oralarining qanchalik chiroyli chiqqanligini ko'rsanglar bo'ladi. Bunaqangi gul oralari juda ham murakkab bo'ladi, lekin biz amallab qildik. Juda ham qiyin ishimiz jarayonida bu eng qiyin ishlarimizdan biri bo'lib turibdi. Lekin shunda ham chiroyli qilib berishga harakat qildik. Inson akamiz ranglarni xonaga moslagan holda issiq ranglar bilan ishlab berganmiz. Ozgina sovuq ranglar bilan qo'shib tomirlarni kerak joyga berganmiz. Televizorda bilsanglar ko'pincha mana bu joy yopilib ketadi. Shu yopilib ketadigan joyidan chiroyli gulni bu yerga tashlamasdan boshqa joyga qilib ishlaganmiz. Asosan ko'rsanglar mana bu yoqda qismida, mana bu qismida va tepa va past qismida bor. Ko'rsanglar bo'ladi mana televizorda mana shuncha joyimiz yopilib ketishini hisobga olib, mana buncha joy kattaroq joy yopilib ketishini hisobga olib, shunga chiroyli qilib berganmiz. Ozgina tilla tomirlar ishlatib berganmiz, ko'rsanglar bo'ladi. Agar sizlarga ham shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa bizga aloqaga chiqinglar. Xudo xolasa chiroyli qilib sizlarga cho'tka qilib topshirib beramiz. E'tiboringiz uchun rahmat.